2026-yildan eng ko'p sotilib turgan aboylarning hammasindagi uyg'unligi birda jamlashgan aboy bo'ladi. Bunga reklama ham, bunga tavsiya ham kerak. Ko'rgan odam bo'ldi berdiydan xilasi. Devalda joy yo'qligi uchun patologdagi videoni qaranglar. Hali bizda o'rtasida endi osilgan lyustra yo'q. Agarda to'g'risidan qaraydigan bo'lsak, atachento sifat bo'ladi. Uyda avval keladigan samollayda o'tirsam zo'radi deydigan havolarni nisbatan topib bilasiz. Agarda bunga qattiqroq yetmaydigan suv bilan, ko'pik bilan yetmaydigan bo'lsa, ximikat bilan getirib bilasizlar, rangi o'chmaydi. Shuni bo'yladi. Ravan gül kametim bormani dedi. Keyfiyet bin zor. Yangiliklardan geldi. Assalamu alaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar, sağlıkla yaxshimi? Harimanglar. Uydagilar uydami? Hamma tinchmi? Bizda quyosh buyuk. Eng zo'ri kayfiyatim zo'rligi bizda remont edi. Bir xonamiz bitdi. O'zim shu xonaga yangilikdan qistirib berdikdan qaranglar. Sizlere şularni gösterib beraman bir. Bu kolumda durgan aboy o'ta tozagan aboy bo'ladi. O'zim ham buni birinchi ko'rganimni xohladim. Sveta qaranglar, Sveta. Voy. Ko'chada reklama etib berdi. Nechik o'tiribdi. Buni ko'rgan odam o'zi oshiq bo'lib qoladi bu narsa. Yetadimi? Bizlara ketdi bu ya. Bizlara yoqdi. Sizlere bugün Xudo xolasa shu yangilikni gösterib o'tib ketamiz. Yangilikimiz nechik bo'ladi? Bizi kelgandan Xudo xolasa 3 kun bo'ldi. 3 kunning ichida ko'pchilik insonlarga sotib tashladik. Tovar tushganni yaxshi narsa shunday bo'ladi. Yaxshi narsaning reklamasi sotiladi. Endi bu bizning o'zimizni Asl Barak YouTube kanali bo'lgani uchun bu narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Agar hozir toza ko'rib bosgan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'ying. Bundan keyingi videolar ham dum ko'p. Ko'p foydali, ko'p manfaatli videolar bo'ladi. Bu aboy haqida bir-ikki ma'lumot berib o'tib ketaman, ozgina. Qisqacha, oddiy. Aboyni kачествоsi flizilinoy aboy, viniloy asoni. Bu navga foydali, bundan aboy. Birinchidan, bu aboy havo o'tirishi yaxshi bo'ladi. Buni urushdan oldin hozir eng qiziqli narsa dish ishimi deb so'ragan yaxshi. Liboy do'koniga borganingizda, mendan aboy angladim men. Liboy bir do'konga kirib, aboy menga dish ish aboylaringizni ko'rsating deganingiz yaxshi bo'ladi. Sabab dish ishi bo'lsa, havo o'tirish bo'ladi. Uyda avval keladigan samollayda o'tirsam zo'radi deydigan havolarni nisbatan topib bilasiz. %100 o'tirmaydi, to'g'ri. 50-60-70% havo o'tiradi. Hozirgi chiqib turgan oxirgi dish ishi mo'yishi aboylar. Dish ishi mo'yishi. Nechun mo'yishi? Buni xohlaganingizda yuvib getirib bo'ladi. Yuvib getirib bo'ladi deganimda bir-ikki videolarni chiqarganmiz. Shunda deb yuvib getirishda nechik bo'lishini. Agarda bunga qattiqroq yetmaydigan suv bilan, ko'pik bilan yetmaydigan bo'lsa, ximikat bilan getirib bilasizlar, rangi o'chmaydi. Shunday aboylar bilan. Buni kачествоsi sho'ri zo'r. Endi bu aboylarni hozir ichana girib polni obzorini ko'rsatamiz. Undan oldin sizlarga qisqacha yangi ko'rib o'tirganlar uchun, hali bizning do'konni bilmaydiganlar uchun adresni tushuntirib o'tib ketamiz. Bizning turgan joyimiz xalq tili bilan aytganda aeroport yo'li. Oddiy tushuntirganda, agar o'sha telefonlaringizdan poyezd berib tushuntiraman desangizda, Al-Xorazmiy 81. Al-Xorazmiy shoh ko'cha. Ya'ni dan tarafimiz bizning aeroport. Aeroportdan shundan kelaverishda aeroportni o'zidan hisoblaydigan bo'lsak, aeroportning svetofori 1, undan keyin Detskiy Banisa Raddomni svetofori 2, undan keyin svetoforga 70-10 ko'lizda katta Asl Baraka aboy deb yozilgan. Bunda vokzaldan kelaverishda gastronom svetofordan o'tganingizdan keyin chap tarafingizda bo'ladi. Endi bizning to'g'rimizdagi zdaniyalar Fayz Gostinsa desa hamma biladi. Fayz Gostinsa ko'pchilik bilmaydiganlar bo'lsa Media Park ikkisi deyib turibdi. Fayz Gostinsa bilan Media Park. Shuni to'g'risi Asl Baraka aboy salon.
Mashinalarni bemalol bundan girgizib parkovkaga qo'ysangiz bo'ladi. Yanada bir narsa, agarda bu tarafdan keladigan klientlarimiz Gullan, Mang'ib, bundan keladigan bo'lsangizlar, Belissima moykani yonidan kirib kelsangizlar ham bemalol bo'ladi kirib kelish. Endi boboylarni sizlarga obzorni ko'rsatib ketamiz. Birin zo'r etib tushuntirib beraman, xudo xolasa ichamda ketdik. Boboyni nechun birinchi aytdim. Birinchi aytdim, o'zimizdan remont o'tdi deb, haqiqatan ham hali remont davom ettirdi. Lekin bir xonamiz remonti tayyor bo'ldi. Bu xonamizni remontini ketgan, yana qo'yilgan boyman shundan bo'ladi. O'zimiz ham qistirdik shu boydan. Endi boboyni sizlarga birin obzor etib beraman. Bu o'zgacha dizaynda chiqqan. Bu bir 5 xil boyni o'zining ichine oladi. 2024-yil, 2025-yil, 2026-yildan eng ko'p sotilib turgan aboylarni hammasindagi uyg'unligi birda jamlashgan aboy bo'ladi. Buni ko'rsatishimizning sababi sizlarga yangilik. 5 xil rangiga, bir rangi toza, bu Tiffany svet deb aytiladi. Oltin svet zallari, o'zining ichida salatviga o'xshab ketgan rangi, seri ottenniki, jemchug qaymoq sveti berilishi bilan ne 5 deb aytiladi. Yan tarafga o'tadigan bo'lsak, bundan uzor berilib vertikalni bo'lib ketgan. Agarda to'g'risidan qaraydigan bo'lsak, atachento sifat bo'ladi. Agarda aboyni o'ng tarafini o'tib qaraydigan bo'ladigan bo'lsak, o'ng tarafida faqat oltin svet bilan emberda dönib turib, yonib turgandan effektni olishlaringiz mumkin. Bu birinchi rangi bo'ladi. Ikkinchi rangi och seri jemchug. Och seri jemchug. Bu ikkinchi rangi to'g'risidan bom atachento sifatida ko'rinadi 100%. Chap tarafini o'tadigan bo'lsak, o'zida neobishni seri svetda berilgan zar bilan tatib to'lanib tushgan uzor min bu do'la. Keyin o'ng tarafini o'tadigan bo'lsak, aboyimizning rangi yanada boshqacha rangga kiradi. Bu nelarga ketadi? Eng birinchi odamni ko'rgan vaqti lol qoldirib, hayratda qoldirib biladi. Aboy yopishgandan keyin o'ta go'zal bo'ladi. Girgan vaqti wow deb beradi. Birinchidan biza tavsiya qilamiz, agar собственный joy bo'lsa, dalaningizga uring deb aytaman. Sababi girganlik voy deb beradigan narsa shu bo'ladi. Ko'zga tushadi, boshqacha ko'rinish beradi. Endi buni yanada bir sveti bor. Bu havo rangi, oltin svet berilgan. Endi havo rangi, tilla svet berilgan. Ranglari shunday zo'r, shunday sochli bo'lib chiqqan. Birinde tilla rang berilgani uchun bu sarıga tortib turadi. Bu gök, yani okean svet, haqiqiy okean svet shu bo'ladi. Mana okean svet qidirib o'tirgan bo'lsangiz, dönüp, yonib, yoldirab turadigan aboyimizni birisi shu. Bunday aboyimiz birinchi kelishi, sababi dönadigan aboyimiz kelgan, atachento aboyimiz kelgan, vensanki aboyimiz kelgan, vertikalni uzorli aboyimiz kelgan. Lekin shu sanab o'tgan 5 xil narsa bir aboyda kelmagan. 5 xil narsa bir aboyda faqat shu gulda keldi. Endi bundan keyin yana kelaveradi. Hozir dalli moment gelip savdoda bu olishingiz mumkin. Endi chiqadigan narsalar ko'p, lekin chiqib turgan narsani sizlarga ko'rsatyapman birinchilardan bo'lib. Endi buni ko'ri shunday salatoviy ya bo'lmasa seri sveti bormi desangizlar, yo'q. Seri salatoviy emas, bunda rang ko'p. Bunda shunday rang bor, eng ko'pi oltinni sevadiganlar uchun. Oltin rangi bor. Oltin rangi. O'ta chiroyli rang-ku. Oltin rangi o'ta go'zal rang. Aynan bu narsa o'zi gaplaydi. Bunga reklama ham, bunga tavsiya ham kerakmaydi. Ko'rgan odam bo'ldi berdiydan xilisi. Ko'rgan odamning o'zi bo'ldi, ishi tamom, ishini xohladim men. Nechun desa bizda shu narsa bo'ldi. 3 kun bo'lgan bo'lsa savdoga
Gelib turib, bu yerda o'zi sharoit bo'lmay remont bo'lib, qiyinchilik bo'lib yotgan vaqtda takır tukurlarning ichidan keladilar. Qarasa, shuni berdingiz yaqandi. Tamam, shuni berdik. Altın svetini unchalik o'sib ham o'tdi. Sababi eng hadoyi svetimiz bo'lib turibdi. Ikkinchi eng hadoyi svetimiz yana bunda oqi. Shu narsani o'zini oqi. Bu oqi. Bunda mana oltin bilan rangni farqini olsangiz bo'ladi. Bunda sori berilgan, bu oqib berilgan hamma narsasi. Bom to'chni yonadi, yoldiradi, do'nadi, o'zgaradi. Xameleon sifat eng so'nggi modellarimizda. Dönüşü, endi bu bir boyda durganda, sploshni uyni urab olganingizdan keyingi varianti o'ta zo'r bo'ladi. Eng yaxshi, eng sifatli bo'lib ko'rinishi uyni sploshni bo'lgandan keyin. Yine o'zimiz aytgandek, bu svetni patologga qistirib ko'ramiz. Devorda joyi yo'qligi uchun patologdagi videoni qaranglar. Hali bizda o'rtasida endi osilgan lyustra yo'q. Uyni dizaynini berdik. Shunday durishini ko'rib, o'zingiz baho beraverasiz. Prosta biza hali dok svetini berganmiz. Oqi, oltin sveti emas. Bu aboyni gelib ko'rsangizlar, o'zingiz 100% ishonasizlar inchikligini. Sho'lxivi chisi. Dinnak batmaydi o'n aboy bo'ladi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol asl barakadan kelib, xohlancha shu to'kizni olishlaringiz mumkin. Bizada bu narsa hakkında ma'lumot bo'lsa, telefon nomerlarimiz bayna, shu nomerlar bog'lanib, Telegram orqali xohlasanizlar rasmlarni o'zingizga tashlab olsangizlar bo'ladi. Yana birin yoyib ko'rsatdik, shuni screenshot et, ishundan menga shunchalik kerak desangizlar, chet elda o'tirib ham savdo qilib olsangizlar bo'ladi. Qarindoshlar, sizlarni o'ylagan holda bu kanalni ochdik. Podpishkada bo'lsangizlar, bize şu podpishkalaringiz uchun ilhomlanib, güçlenib, yanada ko'p narsalarni ko'rsatib, yanada narsalarni boshqachalarni kelishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar. Agar safarda yurgan bo'lsangizlar, safarlaringiz bexatar bo'lib, uylaringiz olmasa kelib, oilangiz bag'rinda o'tirish nasib etsin. Hammangizni asl baraka yaxshi ko'radi. Qarindoshlar, like'larni bosamiz. Asa xush.